Universal matbuotlar 26 kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Aqsarayning bayonotchisi Sara Sanders 25 kuni muxbirlarga mundaq dedi. Biz hargiz Chavshanga urush e'lon qilmadik. Bundaq deyish, ya'ni urush e'lon qildi deyish talama paskashlikdir. Sapsati dedi. Chavshanning tashqi ishlar ministri Ri Yong Ho 25 kuni matbuotga mundaq dedi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Chavshanga urush e'lon qildi. Qaytarma zarba berishga Chavshan huquqli. Masalan, Amerikaning bombardimonchi aeroplanlarini urib tushirish degandek. Yaponiya iqtisod kuchurlari gazeta xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Chavshan Shimoliy Amerika bo'limining boshlig'i Su Shanji 25 kuni taklif bilan Rossiyaga yurib ketdi. Yadro qurollarini taraqqiy qildirish Amerika Chavshan qarama-qarshiligining cho'ng qurilishini davr qilgan holda Rossiyaning bu harakati Rossiya bilan Chavshanning keng doiralik munosabatini dunyoga ko'z-ko'z qilishni maqsad qiladi. Demak, Chavshan bilan Rossiyaning munosabati yaxshi deganda dunyoga ko'z-ko'z qiladi dedi. Yaponiyaning NHK televiziyasi mundaq ko'rsatdi. Chavshan tashqi ishlar ministrligining kadrlari Rossiya bilan suhbat o'tkazish uchun 25 kuni Rossiyani ziyorat qildi. Bu harakat albatta Chavshanga izchil bosim ishlatayotgan Amerika hukumatini shakllantirishni maqsad qiladi. Bu Chavshanning maqsadi. Hozir orqasida turib Chavshanni qo'llayotgan davlat jungo emas, balki Rossiya. Shundaqmi? deb savol qo'yilganda, Chavshanning bir nafar amaldori haqiqatan shundoq deb javob berdi. Chavshan hozir prezident Vladimir Putin bilan shirin oila munosabatini tiklashga uriniyotir. Aslida Yuan Shan Shinxoni tutashtirib turgan Wanjing belgilik poyezd hozir Yuan Shan bilan Vladivostok o'tirisida qatnaydigan bo'ldi. Burun Jungo bilan Chavshan o'tirisa qatnaydigan poyezd hozir endi Chavshan bilan Yuan Shan degan bilan Vladivostok o'tirisa qatnaydigan bo'ldi. Rossiya Chavshanga energiya to'shiydi. Chavshan Rossiyaga yenik san'at va yemak-ichmak materiallarini to'shiydi. Chavshan amaldorlarining oshkorlashicha, prezident Vladimir Putin shu yil ichida Chavshanni ziyorat qilishga taklif qilindi. Bu muhokim bosqichi turibdi, balki Kim Jong Un avval Moskvani ziyorat qilishi mumkin. Demak, hozir Kim Jong Un Chavshanning boshlig'i avval Beijingni emas, Moskvani ziyorat qilishi mumkin deydi. Moskvani ziyorat qilishi mumkin. Yana bir xabar. Pxenyan har qaysi allar siyosiy partiyalarga ochiq xat yozganligi Kim Jong Unning yangi bir tahdididir. Mavzular xabar 9-oyning 25-kuni Dovet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Trump Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'inida so'z iboralari qattiq nota so'zlagandan keyin Chavshan siyosiy hokimiyat 9-oyning 24-kuni tuyuqsiz yangi tadbir elib chiqdi o'ttirga. Chavshan agenti 9-oyning 25-kuni mundaq ko'rsatdi. Chavshan Emgak partiyasi eng oliy qurultayining boshlig'i Kim Jong Un 24-kuni har qaysi allar siyosiy partiyalari va parlamentlarga ochiq xat yozdi. Ochiq xatda mundaq deyildi. Chavshan yerim orali qadam-qadam urush qirg'oqlariga yaqinlashyapti. Iqtisod kuchurlari Yaponiyaning mundaq ko'rsatdi. Chavshan dunyoda eng zo'r yadro davlatining boshlig'i. Oxirgi so'z qilib, o'zil kesil bichit qilamiz, yalqon, g'azab deydigan kaskin so'zlar ishlatdi. Iqtisod kuchurlari nima deydi? Mundaq ko'rsatdi. Chavshan deydi. Chavshan dunyoda eng zo'r yadro davlatining boshlig'i, ya'ni Amerika demakchi. Oxirgi so'z qilib, o'zil kesil bichit qilamiz, ya'ni Chavshanni o'zil kesil bichit qilamiz. Yalqon, g'azab deydigan kaskin gaplarni qildi. Bugungi reallikni aybladi. Pxenyan o'zining yadro qurollari
köreş küçüge ege bulup ve küçeytip Amerika'nın yadro kuralları tehdidini acizlaştırır. Biz hazır bulup atkar yallıkını eypleyimiz. Lekin Çavuşan özümüzün yadro kurallarını küçeytimiz, gücünü aşırımız. Bunun için biz Amerika'nın tacavuzçılık, takabültürümüz, çektiğimiz davatıdır Çavuşan'dı. Yaponiya kısat haberleri aşkarlapında görset. Kim Jong-un bayanatıdı Prezident Trump'a nasihat kılıp, dünyaya sözlegen söz ibarlarını muvaffak işletişini talep kıldı. Bu aralıkta Prezident Trump bilen Çavuşan'dan başlığı Kim Jong-un söz ibarlarını kattık işletip bir-birini tanqid qilishgan edi. Şunun qartlagan gapda, ani şu tanqid qilishlardan keyin Çavuşan bilan Amerika o'rtasidagi munosabatda bo'layotgan o'zgarish va shundaqla Çavuşan yerim aralda bo'layotgan o'zgarish deb tushunsanlar bo'ldi vatandoshlar.